Deyarli 80% ayol va qizlar tonalkani to'g'ri tanlab olishga qiynalishadi. Men sizlarga o'zimni opitimdan o'tgan, ishlatib ko'rgan va sifatini bilgan tonalkalarimni hozir ko'rsatmoqchiman. Silaran tonalkasi har kunligi juda ham zo'r tushadi. Ayniqsa yog'li aralash ko'jalar ham, quruq ko'jalar ham ishlatsa bo'ladi. Terini quritib yubormaydi. Eng asosiysi kun davomida stokda turadi, yo'q chiqarmaydi. Keyingi tonalka esa quruq yuzlar uchun mo'ljallangan Chanel tonalkasi. Har kuni komfortli koja bo'lib turadi qizlarjonlar. Faqat quruq va terisi ta'sirchan yuzdagi tavsiya qilaman va yuzda tabiiy turishni xohlaganlarga tavsiya qilaman. Keyingisi Huda Beauty tonalkasi. Sostavida SPF ham bor, ham nedostatkalarni ham zo'r yopadi va yuzingizda xuddi o'zingizning yuzingizda turadi. Men juda ham yaxshi ko'raman. 100 dan 100 qo'ygan bo'lardim bu tonalkaga. Ferrarochi nedostatkalarni ham zo'r yopadi, yog'li aralashishga zo'r tushib beradi. Keyingisi esa Nars bu tonalkasi. SPF ham bor, yuzda juda ham tabiiy turadi va quritib yubormaydi.